Assalomu alaykum. 27 yashar yigitni testosteroni o'layotgan cholli testosteronikidan 200 baravar 200% past edi. Mana kelganda 7 chiqqandi. Shuni mana 20 gacha ko'tardi. 20 hali norma emas. Bu bir oyda erishilgan natija. Prosta aytmoqchimanki, bu odamning testosteroni o'zinikiga yana 180% ko'paydi. Hozir shuni sizlarga tushuntirib beraman. O'rtoqlar, sizlarga 100 tadan ko'p testosteronni ko'tarish bo'yicha tema tayyorlab qo'ydim. Kun ora sekin qo'ysam kerak. Har kuni qo'yib bo'lmasa kerak. Demak, testosteron ora-orada shunaqa videolar bo'ladi. Odam o'zini ekspertligini isbotlash uchun testosteronni ko'targan yoki davolagan bemorlarni ko'rsatish kerak. Hech qaysi erkak hozircha men testosteronim past edi, sizga kelib testosteronim ko'tarilib juda zo'r bo'lib ketdim deb tirik intervyu berishga tayyor emas. Shuning uchun analizlardan ko'rsatib turamiz. Hozircha balki keyinchalik paydo bo'lar. Xullas, men sizlarga har doim aytaman. Testosteronni tabiiy ko'tarsa bo'ladimi, yo'qmi, buni bilish uchun ikkitagina analiz yetarli. Ikkita. Luteinlovchi gormon mana va umumiy testosteron. Bu analiz faqat tabiiy ko'tarsa bo'ladimi, yo'qmi, shuni bilish uchun davo uchun kerak yetarli emas. Mana o'rtoqlar, davo uchun juda ko'p analiz topshiriladi. Bu 3-3,5 millionga bemalol olib boradi. Ko'p narsani ko'rishingiz kerak davolash uchun. Endi mayli. Mana bemorda qaranglar, 5-6 edi. L-ga uzog'i 7,4, 7,6 dan baland bo'lsa tabiiy ko'tarib bo'lmaydi deyiladi. 5-6 ga ham unchalik ko'tarib bo'lmaydi. Buning uchun bemor yosh bo'lishi va qo'shimcha nimadir kasalligi bo'lishi kerakki, bugungi shuni sekretini sizlarga o'rgataman. Shuni L-ga 5-6 ga unaqa ko'tarib bo'lmaydi, lekin shunaqa holatlar borki, testosteronni tushirib turadi. O'shani bartaraf qilsangiz, ko'tariladi testosteronni. Testosteron 7 nanomol litr. Bu juda ham past hisoblanadi. Butun dunyo bo'yicha kam hisoblanadi. Endi bir oydan keyin testosteron 20 gacha ko'tarildi. Demak, o'zinikini ustiga tabiiy yana 180% ga ko'tarildi. Xo'p, ba'zida aytishadi, GSP ga oshganlik hisobiga ko'tarildi, shuning uchun bu yolg'on. Yo'q, GSP gasi oshmadi. Ba'zida общийsi oshdi, svobodniysi oshmadi deyshadi. Baribir endi kritiklar ko'p, negativchilar ko'p. Yo'q, mana svobodniysi 25 bo'ldi. Bu juda ham zo'r. Va L ga 9 ga ko'tarildi. Xo'p, demak, nima? Betda prolaktini baland edi boshida, prolaktinni balandligi betda mana 18 edi. Testosteronni tushiradi. Demak, testosteronni tushirmoqchi bo'lsak, prolaktinni normaga keltirishimiz kerak va yana bu yerda bitta faktor bor ediki, bemorimiz 27 yoshda. Biz 27 yoshda terminator edik. Vashshi bilmadim. Yerga ursa osmonga sapchirdik. Bemorimiz 27 yoshda 36 kilo yog' yig'gan va 345% semirgan. Semiz odammi? Semiz odam testosteroni past bo'ladi. Chunki yog' testosteron ishlab chiqarishga qarshilik qiladi. Yog'dan ishlab chiqarilgan moddalar. Xo'p, bu testosteronni 180% ga ustiga qo'shimcha ko'tarish uchun bemorni 4 kilogina ozdirish yetarli bo'ldi, stimulyatsiyadan tashqari. Xo'p, mana 36 kilo 200 yog'i bor edi, 32 kilo 800 bo'ldi. 3 kiloyu 400 ga ozdi. Endi hozir 312% tanasida yog' bor. Hali ham semiz. Bu bemorimiz 3 oylarda keladi, xudo xolasa ko'rsataman qanchalik ozgani va testosteroni yana qanchaga ko'tarilgan. Hozir kamida 18 kilo ozish kerak. Bu analiz bioimpedans degan analiz. Bu tanada necha kilo yog' bor, necha kilo go'sht bor, mana massa necha kilo bor. 31 kilo 400 bo'libdi bir oy ichida, o'tgan safar 31 kilo 200 edi. Ya'ni bir oyning ichida testosteronni tabiiy ko'targanimiz uchun, ya'ni tabiiy deganda sizlar shunaqa tushuninglarki, ukol qilmasdan tushunishni hamma turlarini qabul qilinglar. 200 gram mishechniy massa oldi va 3 kilo 400 ga yog'i kamaydi. Mana shu testosteronni ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Prolaktinni tushirdik va ozgina stimulyatsiya qildik. Stimulyatsiya deganda, agar siz bemor bo'lsangiz, buni tushunishingiz shart emas. Agar vrach bo'lsa, stimulyatsiya degani o'sha antiestrogen preparatlar bor. O'shalar bilan stimulyatsiya qilish deyiladi. Miyadan luteinlovchi gormon ishlab chiqarish ko'paytirish uchun. Xo'p, demak, bugungi dars shunaqa ediki, testosteronni ko'tarish uchun har doim ham misol uchun dori berish, bitta dori berilgan, lekin dori berish yoki testosteron ukol qilish shart emaski. Organizmda shunaqa holatlar bo'ladiki, u testosteron ishlab chiqarishga qarshilik qiladi. Misol uchun qondagi qandni balandligi yoki semizlik.
yana boshqa sabablar bo'lsa, ularni ham sekin-sekin sizlarga ko'rsatib beraman. Aytayapmanki, 100 taga yaqin temamiz bor. Demak, ozish testosteronni ko'taradi. Sababi yog' hujayralaridan ishlab chiqarilgan moddalar testosteron sintezini pasayadi. Agar siz ozg'in bo'lsangiz, umrida cho'p ko'tarmagan va bundoq qiltiriq bola bo'lsangiz, sizni testosteroningiz fitness ko'taradi. Lekin siz semiz bo'lsangiz, sizni testosteroningizni ozishingiz, yog'laringizni kamayishi ko'taradi. Xudo xolasa bugun shunaqa qisqagina tema edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu bismillah edi, boshlab olish uchun edi. Qolgan kontentni kuturasizlar, sog' bo'linglar. Keyin asosiy narsani aytib ketay. Agar kimgadir konsultatsiya kerak bo'lsa, mana klinikaning telefoni. Mana meni telefonim. Telefon qilganinglarning foydasi yo'q, ko'tarmayman. Telegramdan yozsangiz javob beraman. Hamma narsani tushuntirib beraman. Lokatsiyalar tashlab beramiz. Men umuman bodybuilding bilan shug'ullanadigan, massa yig'adigan, sushka qiladigan, kurs qiladigan odamlar bilan shug'ullanmayman. O'rtoqlar, men testosteronni tushib ketgan va hayotini sifati tushib ketgan erkak va ayol bemorlarni testosteronini faqat normagacha ko'tarib davolayman. Protein mumkinmi, balo mumkinmi, kreatin mumkinmi? Men fitness endokrinologman, lekin men bodybuilderlarni kuratsiya qilmayman va chempionatlarga tayyorlayman. Massa yig'ishim kerak, balo kasal bo'lsangiz, sarkopeniya bo'lsa, xo'p, gap yo'q. No, iltimos sizlardan o'zi yetarli bodybuilderlarni anaqalari, nima edi? Blogerlari. Men vrachligimni e'tiborga olinglar. Kasal odamlarning testosteroni pasayib ketib, jinsiy quvvati susayib ketgan, kuchi susayib ketgan, asabi buzilgan, kasal bo'lib qolgan erkak va ayollar bo'lsa, pожалуйста, hayotga qaytarish bo'lsa, gormonal terapiya bo'lsa, gormonni normaga keltirish bo'lsa, ozdirish bo'lsa, pожалуйста. Lekin iltimos, bodybuilding bo'yicha bezovta qilmaymiz.